Men Samarqand viloyati Samarqand tumani fitosanitar davlat inspektori Mavlon Sanjar bo'laman. Men bu video murojaatim orqali tumanimizdagi barcha fermer va dehqon yer egalariga shuni ma'lum qilib o'tamanki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 465-qaroriga asosan dala chetlari alayh kollektor drenajlarda eksportbop mahsulot ekish ishlarini tashkillashtirish bo'yicha qaror. Bu yerda ekilgan har bir fermer xo'jalik dehqon yer egalari ekkan ko'chatlari in vitro usulda bo'layotgan bo'lsa, ajratilgan imtiyozlar 50% gacha subsidiya ajratish va ichki fitosanitar sertifikat bepul rasmiylashtirib berish ko'zda tutilgan. Mana hozirda mart oyining yarmi o'tdi. Hozir 1-aprelgacha muddat qo'yilgan, sanoqli kunlar qoldi. Agar ekish ishlarini tashkillashtirmagan fermerlarimizga aks bu yerda salbiy choralar ko'rilgan. Bu yerda ishchi guruh a'zolari davlatnomasiga asosan yerlarda yer soliqlari 3 karra yuqori hisoblanadi va agrosanoat nazorat qilish majmui ustida ular yer soliqlari 10 baravargacha jarima qo'llash va yerlarni 10 yilgacha birovga ijaraga berish salbiy ta'sir choralari ko'zda tutilgan. Men video murojaatim orqali shuni ma'lum qilib o'tamanki, sanoqli kunlar qoldi. 1-aprelgacha ishlarni tashkillashtirib, ekilgan mahsulotlarni murojaat qilishingizni so'raymiz.